O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Qo'llarimizda oyoqlari 100% yong'oq, qo'llari spinkaga foydalanishingizga mexanizmli. Yangilik so'ragan obunachilarimizga yangiliklarda zo'rlarini chiqarib, narxlarda sindirib tashladik. Qani sizlar endi? Mana o'sha o'zimizda eng trendda bo'lgan modellarimiz va yangiliklarimiz eng zo'rlari. Bo'lmasam gapimizni qisqargan holatda obzorimizni boshlaymiz, ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, ishlarimiz bu Safiya modelimiz, razmeri 4,5 metrga 2,5 metrli. Ikkita yostiqli, 4 ta pufilli, ichkilik karkaslar sasnada bo'lgan, pampers prujinada, turetskiy materiallarda bo'lgan ishimiz 15 kishilik. Sidinalari pampers prujina 60 santimetrli sidinalar bo'lgan, 3D formatda tikilgan. Juda ham bejirim, nejni ishlangan yangilik modellarimiz. Skromniy. Narxi ham bor, juda ham yengil. Bularımizda hop, hozir butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan ichkilik karkaslari sasna bo'lgan holatida $650 ga Endef stoli bilan birga. Hop, bunimiz Meduza modelimiz, o'sha trendda bo'lib turgan Meduza modeli, turetskiy materiallarda bo'lgan, razmeri 4,5 metrga 2,5 metrli 3 ta katta pufigi bilan birga. Bularimiz butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan birga $600 ga 15 kishilik ugalogimiz, o'rtada Endef katta stollari bilan birga. Materiallari turetskiy materiallarda bo'lgan. Agar moyishi materialda zakaz qiladigan bo'lsangiz $600 dan. Bu G-Class modelimiz, sidinalari 60 santimetrli bo'lgan, barlari Mercedes-Benz G-Class bilan bir xil qilib birga bir ishlangan xolasa. Bularımizda yostiqsiz bo'ladi. 3 ta katta pufiga turetskiy materiallarda pampers prujinada bo'lgan bu ishimiz. Xudo xolasa ishlarimizga 5 yildan garantiya beramiz. Bularimiz ekovining narxi bir xil, $600 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, albatta kelishilgan holatda. $600 da ichida. Xohlaganlarga men o'zim olib ketib olaman deganlarga adresimiz Farg'onada, kelib bemalol olib ketish mumkin. Xohlagan razmerda qilib beramiz, xohlagan rangida qilib beramiz. Ular muammosiz. Meni uyimga katta, meni uyimga kichkina, o'ngga chap tanlamaydi bu. Umuman, xudo xolasa. Bu hozirgi o'sha Meduza modelimiz, eng trendda bo'lib turgan. Qo'llarini ko'ring. Juda ham go'zal, neobычный ishlangan, avalniy qilib ishlangan, xudo xolasa. Mebelning joylari ochiq svetda bo'lgan materiallarga juda ham yaqqol ko'rinib, odamni ko'nglini ochadigan bo'lgan. O'ng chap tanlamaydi bu ishlarimiz. Bu sasnada bo'lgan variantda. Xuddi hozirgimiz $600 ga O'zbekiston bo'ylab stoli bilan birga dastavkasi bo'lsa, bu $650 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Xohlovchilarga sasna deganga, sasna, teri deganga teri variantida qilib beramiz. Bu bo'lsa ishlarimizning sifatini yana bir bor ko'rsatib o'taylik. Meni vesim 85 kilo. Uzilsa, uzilib ketsin yerda pampers prujina. Xudo xolasa ishimizga behijolat garantiya beramiz. 5 yil garantiya beraman ishlarga. Teri bo'lganiga ham, sasnada bo'lganiga ham 5 yildan garantiya beramiz. Xudo xolasa cho'kib qolmasligiga, materiallari turetskiy, moyishi materialda qilib berilsa, 400 ming so'mga yana arzonlaydi. Bu bo'lsa o'sha legendarniy 3.8 modelimiz. Sidinalar bularımizda 65, обязательно 65 sidina bo'ladi. Bo'ylari ham balandroq bo'ladi. Oldi ko'rinishlar shpont, oyoqlari yong'oq, Endef karkaslar aylanadi. Hop, bularimiz ham pampers prujina turetskiy materialda bo'lgani 7,500,000 so'm, 335 ga 235. 60 ga 90 lik pufik ikkita bo'ladi. 60 ga 90 lik pufik ikkita, 3 ta yostig'i bo'ladi. Bularimiz ham oyoqlari yong'oq, ichi 100% sasna. Yana aytib o'tyapman, sasna, teri deb o'tamiz. Bizga teri sasnani teri deb bunaqa aldab sotish yo'q. Boricha xudo xolasa hammasini noldan tushunmagan odamga ham tushunadigan qilib ochiqchasiga, qishlashchasiga tushuntirib o'tamiz. Istanbul 2 modelimiz, razmeri 240 ga 340, 60 ga 90. Ikkita pufik, ikkita yostig'i bor, sidinalar 65 santimetrdan, ichkilik karkas sasna, oyoqlari yong'oq, Polchester, yarim chester qilib ishlangan. Pastki tarafi high-tech, tepasi chesterli qilib ishlangan. Qo'llarini qarang, juda ham go'zal. Bejirim ishlangan bu ishimiz. Bularimiz 6,500,000 so'm. Xo'p, bu yoqda bo'lsa Roma modelimiz. Qo'llarini spinka qilib foydalanishlari mumkin. Xohlasa yostiq, xohlasa spinka qilib. Oxirga taqayda qaytadi. Sal ko'tarib olsa yostiq sifatida bemalol foydalanishlari mumkin. Oldi ko'rinishlari shpont, oyoqlari yong'oq, ichlari sasna, pampers prujina, sidina 65 cm,
Birinchi sort machalkalar, xudo xolasa Pampers Prужина. Har bitta ishimizga 5 yildan cho'kib qolmasligiga garantiya beramiz, xudo xolasa. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, bularimizni endi xohlasini dastavkasini kelishamiz. Kelishilgan holatda vodiy bo'ylab bo'lsa mutlaqo bepul shu narx ichida 7 million 500 ming so'mning ichiga kiradi. Vohaga Toshkentga albatta kelishilgan holatda. Xo'p, bu yoqda bo'lsa boshqa rasvetkasi bor. Genesis kalta tukli materialda bo'lgan. Genesis kalta tukli. O'ta go'zal. To'qroq svet xohlaganlarga to'q sveti, och svet xohlaganlarga och sveti. Materiallarda bemalol kelib, ushab ko'rib, men materiallardan deb zakaz berishlari mumkin. Xohlagan razmeriga, norazmer bo'lsa, norazmer yasab beramiz. Bu Genesis kalta tukli materialda bo'lgan. Ekoni mana, hop. Farqi bor. Genesisimiz qimmati 7 million so'm chiqadi buni. Kalta tukli bo'lgan, materiali ichi arzonroq bo'ladi. Materiali arzon chiqadigan narxini o'tib beramiz. Xudo xolasa, silliq materialda, mo'yish materialda bo'lsa 6 million 500 ming so'm chiqadi. Mana bu tukli qalin, o'zi qalin materiallarda bo'lganlari 7 million 500 ming so'm chiqadi. Yana bitta rasvetka. Materiali zo'r bo'lgan bu ishimiz ham och seri. Bularda ham oyoqlari yong'oq. Bularda endi stol, kichkina variantlarimizga stolimizni turi ko'p. Stolsiz aytib o'tyapman hozir bular narxini. Stollarimizda xohlovchilarga 500 mingdan tortib 2 milliongacha bo'lgan stollarimiz bor. Ko'rib bu stoldan, bu stoldan deb olaveradi. Katta variantlarimiz 4.5 metrli ishlarimizga stol o'zi passiv hammasiga bir xil stol tushgani uchun stoli bilan aytib o'tyapman. Bularga stolimizni turi juda ham serob. Hop, stolni tanlaydi, uni narxi alohida. Bularda narxi 7 million 500 ming so'mdan. Endi buni bo'lmasam seximizga kirib yasalish jarayonlariga har bitta detaligacha tushuntirib o'tamiz. Har doim aytib o'taman, lekin seximizdan video qilishga vaqt bo'lmaydi. Mana ko'ringlar, birinchi sort rossiyskiy machalkalar. Xohlasa, juda ham ko'p. Bu tarafda sintofonimiz yostiqlarga solinadi. Pampers Prужина deb o'taman har doim. U qanaqa ko'rsatdingizlar? Mana Pampers Prужина mana shu bo'ladi. Bir donadan addinni qilib olsam, chochilib ketmaydigan, simi to'kilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Xudo xolasa, bularga 3 yil garantiyasini beramiz. Mana o'tirib sakrasa ham xuddi hech narsa qilmaydi, xudo xolasa. Bemalol o'shaning uchun 3 yildan garantiya berib sotaman. Nimaga qimmat? Shuni hisobiga qimmat. Hammasini original, kuygan machalka, ikkinchi sort machalka ishlatilmaydi. Yangi narsa, garantiyali narsa ishlatiladi. Endi qoplovxonalarimizga kirib ko'rsatamiz. Yo'q tarafda mana bitgan karkazlari. Hammasi xudo xolasa juda ham akkuratni qilib bitish jarayoniga sizlarga qisqa obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yo'q tarafda bitgan zagotovkalarimiz, tayyor karkazlarimiz. İstanbul ikkimiz bu. Tortilish jarayonlari. Bu yoqda gul taxtalarimiz. Hamda İstanbul 2 308 modelimizda oyoqlari, bu yoqdagilar tumbalardiki. Hammasi. Mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamda mana Bugatti'niki, hamda İstanbul 2'niki. Mana holatda İstanbul 2'ni qo'l bolishlari.